Mehmonga borganingizda yana bitta narsa aytib bering, menga yoqmaydigan narsa. Masalan, aytmay qo'ya qoling kim ekanligini. U ham navarasini ertib yurardi, doim navara ertgan. Men bolalarimni ham ertmaganman, navaralarimni ertmayman. Men shunaqa qonunim shunaqa. Men onam shunaqa edi. Hech qachon bolalarni ertmasdi, navaralarini ham ertmasdi. Потому что anaqadirdi. Masalan, kelayinmi, olib keting desa, oyim bilan unda qarardi, aytardiki, bu men uchun anaqa jonim, asalim, shakarim deydi. U yerga borganda bu navaram hech kimga yoqmaydi deydi. To'g'ri aytardi. Masalan, yaxshi ko'radi navarasini, jonim, asalim deymiz-ku, lekin u biz uchun jonim, asalim. Antga borsangiz, bitta xonada o'tiradi, masalan, 10-15 ta xotin. Ularga bu jonim, asalim emas, ularga bu tarbiyasiz bitta bola. Masalan, o'zimizga ham yoqmaydi. Kimdir navarasini erib bor, bizning oramizda ham navarasini yetaklab yuradi-da, shu borib yegani foydada shu. Shu yerga boradi-da, o'tirg'izib qo'yadi-da, keyin hamma endi yeyman desa, jim o'tir. Mehmonda unaqa bo'lmaydi, uyat bo'ladi. Jim o'tir deb hammaga eshittirib aytib qo'yadi-da. Keyin o'tirganlar hammasi vijdonimiz qiynaladi-ku keyin. Mayli, yo yeversin bolada, olib bering, olib berib qoling deymiz. Og'zimizda, ichimizda sukib o'tiramiz. Mana shunday bo'ladimi, yo'qmi? Befarasat. Deymizda kelib yoqqa chiqqandan keyin tavba qildim. Qachon qarasa navarasini ertatda yuradi deymiz. Voy, yema, uyat bo'ladi. Shunaqa tavba qildim. Voy, tegma deyapman senga. Qarang, mana shunaqa deb u deb qo'yadi-da, yegan foyda deb u bolani. U mayli bir marta keldi, yedi deylik. Qorni to'ydi o'sha momentda. Boshqa payt nima qilasan? Obro'ying to'kilgani qoladi-ku. Obro'ying bir tiyin bo'ladi. Qizlar, maslahat berayman, hech qachon navarani ertib bormalaring. Keliningiz ovqat bermasa bermay qo'ysin. Boshdan bosh o'rgating. Uyda o'tirganda bolaga qarang, mayli 5 yilda tebratib o'tiramiz endi, bo'lmasa ovqat bermaydi.